Assalomu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtolider obunachilari. Bugun 5-oktyabr 2025-yil sizlarga Ege'dan sotib berarga gap turgan Captiva'mizni ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 100% rodnoy. Yumshoq balonlar qo'yilgan, metallar ustanovka qilingan, ichlari ximchiska qilinib tayyor bo'lib, haydashga tayyor bo'lib turibdi. Faqat ega kutib turibdi. Narxına keladigan bo'lsak, egasi 165 million so'm berdi. Biz 167 million so'mda baho qo'ydik. Eğer avtokredit bo'ladigan bo'lsa 168 million so'm. Lekin bu takalgan narx emas, shundan bir egasi bilan savdolashib, gaplashib ko'rsa bo'ladi. Agar egalari qaytib beradigan bo'lsa, например, 160 million beradigan bo'lsa, biz 162 million so'm qilib beramiz. Kelsangizlar egasi bilan gaplashtiramiz, savdolashasizlar, yoqadigan bo'lsa alasizlar, yoqmaydigan bo'lsa duraveradi. Mashinamiz Qo'shko'pir avtoliderda sotuvda turadi. Naq avtokredit, barter, liboy narsa va xudo xolasa. Manzilimiz, bu tarafimiz Urganchdan kelaverishda Qo'shko'pir avtosavdolar Glaniy zonasidan o'tgandan keyin 6 etajli sari dom doğrusunda bo'ladi. Mashinalarimizdan variantlarimiz, Viberlarimiz ko'p. Sparklarimizdan ham, Nexia'larimizdan ham, Cobalt'larimizdan ham 10X. Xullas hamma mashinadan Viber bor. Kelsangizlar, xudo xolasa görüp tanlab eksensizlar bo'ladi. Xolasanızda toza Tiko so'raganlar uchun toza Tiko'miz ham bor. Hammalaringizga rahmat. 24 soat ishda bo'lamiz. Hammaga xizmat etaveramiz. Kelsangizlar, xizmat etishdan charchamaymiz. Xalqimizga manfaatli videolarni chiqarishlarimiz uchun kanalımıza abone bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bir dana like bassangizlar hech kim mecheri kamalmaydi. Endi bassangizlar ham basmasangizlar ham o'zlaringiz bilasizlar. Men like ni so'rab olmayman. Menga like qiziq emas. Главный просто kimdir qiziqli bo'lgan mashinalar tushib qolsa, boshqasi bo'lib qolsa, o'tirib bermaslaringiz uchun, o'tib ketib qolmasligi uchun aytib turibman bu narsani. 18-yil avtomat korobka Spark 100% rodnoy 120 ming kilometr yurgan. Qidirib yurganlarga buni ham tashab qo'yinglar. Mexanika Sparklarimizdan ham bor. Mexanikani yaxshiroq sosteniyada esa bahosi 80 million so'm. Avtomat korobkani ise 2020-yil bahosi 110 million so'm. Shot sprapka Cobalt 164 million so'm. 20-yil mexanika 100% rodnoy 125 million so'm. 10X 182 million so'm ochda 6-pozitsiya eng fulli. 19-yil Gentra 100% rodnoy 100 ming kilometr yurgan. Bahosi 125 million so'm ochdi. Malibu bir mashinamiz 100% rodnoy 180 ming kilometr yurgan. Ikkinchi pozitsiya lyukli varianti bo'ladi. 133 million so'm ochdi bahosi. Damazimiz 12-yilda ishlab chiqarilgan 45 million so'm. Matizlarimizdan ham Viberlarimiz ko'p, xudo xolasa. Matizimiz 2009-yil 24 million so'm. Matiz 100% rodnoy. Bahosi 16-yil 50 million so'm. Shumka-pumka neki navorot bo'lsa qilingan. 12-yil 40 million so'm. 2006-yil holati zo'r holatda, lekin 36 million so'm. Bu neyse ikki mashinamiz. Bahosi 35 million so'm. 9-yilda ishlab chiqarilgan. Krel kapotda kraska bu. Mashinamiz aynadan past asujit bo'lgan. Bahosi 48 million so'm. Üstünde gelişip verildi. 15-yil mashinamiz 65 million so'm. 2009-yil üzümlü klasslaşma maşini öte ideal holatda. Bahosi 47 million so'm. Yine navlarımız var. Arka maşinlarımızı gördünüz zaten. Esa kelaverasizlar. Xudo xolasa hammaga xizmat qilishda davom qilaver.